Bugun mana bunaqangi ajoyib materialdan bomber tikamiz. Eng birinchi bo'lib bichishdan boshlaymiz. Matoni bichayotganda juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Kiyimni bichimiga e'tibor beradigan bo'lsak, murakkab bichimli bo'lib, u inson tanasida juda ham ideal holatda turadi. Tikayotganda juda ham e'tiborli bo'lish kerak, chunki noto'g'ri tikilgan har bitta kiyim o'z professionalligini yo'qotadi. Ushbu tikilayotgan kiyim ikki qismdan iborat bo'lib, tepa qismi bomberdan va pastki qismi son sirtloshdan iborat. Tikayotgan ishim tweed matosidan bo'lganligi uchun tikayotganimda va overlock qilayotganimda o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ldi. Navbat dazmollash jarayoniga. Dazmol qilish ham bir san'at. Har bitta chokka yaxshilab dazmol qilinishi kerak. Kiyimni e'tibor bilan yaxshilab dazmol qilinmasa, u biz kutganimizdek chiqmasligi mumkin. Men har doim har bitta kiyimga individual yondashaman. Yubkani etek qismidagi osilishlarni yo'q qilish maqsadida har bittasini bittalab o'lchab, to'g'rilab chiqdim. Kiyimni materialiga e'tibor beradigan bo'lsak, u yubqa tweed matosidan bo'lib, undan tikilgan kiyimni bemalol bahor va yozda kiysa bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu kiyim nech pulga tikilgan? Kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiringlar. Va kiyim tayyor, qanaqa chiqqaniga o'zingizlar baho beringlar.